Assalomu alaykum ekran oldidagi kompyuter vaskalari ham o'qirmanlar. Bugungi soatlik Java darsimizda sizga matematiklik masalalarni Java programmasi orqali qanday hal qilishni tushuntiraman. Men Uyg'ur maktab tor betida Java programmasini Uyg'urcha ham inglizcha tushuntirishni yo'l qo'ygandan keyin nurg'ulg'an o'qirmanlar ota-onalar mendan Java orqali nima ishlarni qilg'i bo'ldi deb savol so'radi. Men burun tushuntirib o'tgandek, Java orqali torbatlarni yasashga bo'ladi, Windows appni yasashga bo'ladi, telefonga applarni yasashga bo'ladi, grafiklarni, ya'ni rasmlarni bitirib qilishga bo'ladi, ovozlarni bitirib qilishga bo'ladi, tor qurollarni yasashga bo'ladi, ham murakkab bo'lgan matematiklik masalalarni hal qilishga bo'ladi. Java'niki til bo'liqi orqali to'liqsiz, to'liq o'tira ham oliy maktablardagi matematiklik masalalarni hal qilishga bo'ladi. Bugungi darsda oddiy bo'lgan matematik masalalarni Java'niki til bo'liqi orqali qanday hal qilishni tushuntirib o'taman. Ya'ni lesson 6 solving math problems. Using math library, we can solve math problems in Java programming. Java programmasındaki matematiklik til bo'liqini ishlatib, matematiklik masalalarni hal qilishga bo'ldi. Men tuvanda birmuncha ko'p ishlatiladigan matematiklik, buni function deymiz yoki method. Mushu matematikniki math degan qurol bo'liqini ishlatib, yıldızdan chiqarish, daraja ko'tarish, sinus qiymati, kosinus qiymati, mutlaq qiymat, cho'ng qiymatni qaytarish, kichik qiymatni qaytarish qatorliq mushu iqtidorlarni qanday ishlatishni tushuntirib o'taman. Ya'ni mishalki math dot square tx, math dot power x y, math dot sin x, math dot cos x, math dot abs x, math dot max xy, math dot min xy ning o'zi Java'niki mushu math, ya'ni matematika til qurolniki bo'liqidagi mushu nurg'ulg'an iqtidor misollari. Undaq bo'lsa biz mushu qurollarni ishlatib tuvandagi ikki shaklning yuzini topaqayli. Ya'ni find the area of the shapes below. Tövəndəki rəsmlərdəki şəkillərin yüzünü təpinlər. Mavi görüb turubsiz, birinci şəklinin özü bu bir çember. Çemberinin yüzünü tapqanda biz matematik formula pi r square, yəni pi r kvadrat deyimiz, muşarqıl tapımız. Məsələn, bu yaxda radius 10 olsa, bu çemberninki yüzü qancha bo'ladi? İkinci məsələ, bu yoqda bizga bir tik bulunluq 3 bulun var. Bu 3 bulunluki 3 tarafı var. Yani bu A tarafı, asılki tarafı, B tik tarafı, C yanto tarafı. Siz bilsiz, matematikada Pythagorean teori deyimiz bunu İngilizce. Yani Pythagorean teori deyimiz. Yani Pythagorean nazariyasi. Tik bulunluq 3 bulunluki 2 tarafının kvadratının yığındısı 3. tarafınınki kvadratıqdan. Yani C kvadrat tən oldu A kvadrat qoşumuz B kvadrat. Hazır bizga C'ni bərgən, B'ni bərgən, undaq olsa A'ni qandaq tapımız. Tövəndə mən şu iki məsələni bir tushuntirib o'tay. Undaq olsa oldingi soatdagi Uyghur School Java programmasının özünü açdıq. Açqandan keyin men oldi bilan bir klassni quraman. Ya'ni menga on tarafni chekib com.uyg'urbook.learn.java deb olay. Menga new Java class. Bununla masalan shape problem deb olay. Ya'ni şekil misalları deb, yani OK deb degandan keyin bununla oldi bilan biz
asosliq ijro qilgan programmani qo'shaylik. Burun degandek bunga siz public static void main string arguments mani işte qo'shsangiz bo'ladi. Yoki men sizga oddiy bo'lsin deb o'tay. Siz o'chirib o'tib oddiy qilib psvm deb bossangiz, psvm enterni bossangiz mana bu bevos chiqadi. Qayta deb o'tay. psvm. Mushu public static void main string arguments'niki qisqartilimiz. Undaq bo'lsa biz tövəndəki mavi şəkilninki yüzünə baxaylı. Məsələn bununla mavi r biribdi. Bu bütün sanken. R'ninki qiyməti 10 ken. Undaq bo'lsa biz şunun yüzünə baxaylı. Mən aldı bilen bu yoqqa məsələn int çünki çemberninki yüzü r equals 10. R'ninki qiyməti 10 bo'lsin. And then int çemberniki yüzdeki kıymeti de siz bilirsiniz. Bu pay degan 314 bu kesir san. Şunlaşqa bunun yüzü kesir san çıkışı mümkün. Undaq bo'lsa tövende qarab turun. Bu işni qandaq işiltimiz. Ben sizge iki xil usulunu tushuntirib o'taman. Mesela bu yoqqa hozir int bu yerga circle chamber area. Chamberning yüzü deyli. Siz payning qiymatiga hatta 314 ni bersangiz mi bo'ladi? Mani int deb olmay biz double deb olaylik. Chunki kasr qiymatini o'lchaga oladi. Deb o'tgandek matematikada nurg'ulagan qurollar bor. Masalan mass deb bosgandan keyin mana ko'rib turibsiz java.lang chiqdi. Mushu java.lang degan packageda mass degan bir package bor. Mush packagening ichida nurg'ulagan biz ishiltiladigan şu function yani method laba qurollar bor. Masalan mass yoqqa dot ma pi'ni ko'rsiniz mass dot mana pay. Ma payning qiymati dal mushning o'zini bassak mushu qiymatni chiqib berdi. Mass dot pay. Endi ko'paytimiz r ko'paytimiz r. Mana o'zi hozir p r kvadrat bo'ldi. Andım yoqqa buni s out deb buni o'tgandek string dot format yoqqa r teng bo'ldi percent d and then buniki yüzü yani yüz deganni area deb olsak area teng bo'ldi percent chekit 2f biz o'nliq kasr chekitgan 2 xon olaylik. Bu yoqqa r and then ikkinchisiga circle area. Endi ma program ijro qilib boqaylik. On tarafni chekib run this code. Hozir ma bu chemberniki qiymati chiqdi. R teng 10 ma bu 314. Eğer bunu r'ni 2 qatim ko'paytaman demasiniz, matematikning o'ziniki nimasidan foydalansak bo'ldi. Masalan, tuvanda men yeni qilib boqay, double masalan s 100 deyli. Mass dot pay ko'paytimiz mass dot bu powerning o'zi buni daraja ko'rsan gap. Masalan daraja ko'targanda biz birinchisi son asosiy son r bo'lsin. İkincisi bunun derecesi 2 bo'lsin. Endi biz bunu o'xshashla yine yozaylik. Mana bu qo'rni ko'chirib 9-qo'rni. Bu yoqqa ikkinchisininki areasiga s deb olaylik. Olsak ko'rib turibsiz, ikkisiniki qiymati o'xshash. Demak, matematikalik masalalarni biz shu Java programmistiki mass degan til bo'liqi orqali nurg'ulagan masalalarni hal qilish bo'ldi. Men tuvanda shu
köp işletilgan kurallarını, yani function deymiz, iqtidar misallarını dep beray. Masalan, mass dot qilsangiz, mana mass sin degan buni sin deymiz yoki sinus qiymatini topamiz. Ma POV degan daraja ko'tarish, ABS degan mutlaq qiymat degan gap. Uningdan boshqa ma kosinus qiymati, andın yıldızdan chiqarish, shu qatorliq, masalan, logaritmlik qiymati deymiz, max deymiz. Ma bu random deymiz. Randomning o'zi xohlagan sondan birini paydo qilish. Masalan, biz bir munchini ishlatib boqaylik hozir. Masalan, 12-chi qurg'a s out deb, masalan, mass dot random deb olsak, buni ijro qilaylik hozir. Mana maqtim 0.002 bo'ldi. Agar buni yeni ijro qilsak 0.35 bo'ldi. Demak, siz xohlagancha sonni barpo qilmoqchi bo'lsangiz, mush random ishlasangiz bo'ldi. Agar masalan ikki sonniki cho'ngini chiqaraman desangiz, masalan s out mass dot max, masalan 100 yoki 125 desangiz, buningdagi mushu qiymatniki cho'ngini olman desangiz, hozir mass dot max'imizni nimadagi sistemada cho'ng qiymatni qaytardi. Mana 125. Agar buni kichigini olaman demoqchi bo'lsangiz, s out mass dot min, masalan 50 30 desangiz, buningdagi cho'qim, buniki qiymati mana 30 kichik chiqdi. Undaq bo'lsa, biz tuvanda ikkinchi masalani olib boqaylik. Ya'ni ikkinchi masala solve triangle problem. Yani mushu shakldagi ikkinchi masala, ma chambar, ma uch bulonninki qiymat beribdi. Bir qiymati 9 ekan, bir tik tarafining, yan tarafining 15 ekan. Undaq bo'lsa, yana bir tik taraf ma ning qiymati qancha deydi. Undaq bo'lsa, biz buni topaqaylik hozir. Masalan, int c ning qiymati 15. Int b, yani yana bir tik tarafining qiymati 9 ekan. Undaq bo'lsa, biz qiymatini qanday topamiz deydi. Siz bilasiz, a kvadrat qo'shimiz b kvadrat teng c kvadrat. Undaq bo'lsa, a ni topamiz. A ni topish uchun c kvadratdan b kvadratni elib, a ni yiltizdan chiqarsak bo'ldi. Undaq bo'lsa, tuvanda topaqaylik. Biz buning uchun masalan double a teng bo'ldi mass dot power daraja ko'tiraman, ya'ni c'ninkini ikkinchi daraja ko'tiraman. Buningdan olamiz b ni mass dot power b ni ikkinchi daraja ko'tiraman. Yoki bo'lmasa bundaq olmay, siz b ko'paytirgan b qismiga o'xshash. Ondan bu hozir buniki qiymatini biz yiltizdan chiqaramiz. Yiltizdan chiqarish uchun Java'da nihoyatda oddiy bir program bor. Masalan, ya'ni bir iqtidorliq method bor. Buni biz mass dot square root deymiz. Square root. Mana square rootni yiltizdan chiqargan gap. Ondan yiltizdan chiqaraman, mushuning ichidagi mushu qiymatni yiltizdan chiqaraman. Ondan biz s out bu yoqqa c teng bo'ldi. Bu yerga biz qo'shimiz, ammo u qiymat a ni topamiz. A teng bo'ldi, qo'shimiz a. Men a ning qiymati necha desak, hozir solve problem. A ning qiymati 12 ekan. Hozir hisoblab boqaylik. Masalan, 12 ninki men metin kalkulyatorni ishlatib hisoblab boqay. Bu formula bo'yicha a kvadrat qo'shilgan b kvadrat teng bo'ldi c kvadrat. Shunda qolganda a ning qiymati 12 chiqdi. 12 ko'paytimiz 12 teng 144. Buningga b kvadratniki o'zi
9. 9'un kadar 81. Bununla yine koşumuz. 81'ni koşsak 225. Ondaq bolsa 15 köpeytimiz 15'in özü teng oldu 225. Demek biz muşu arkalık bu ikinci şekilninki asıdaki A'nın kıymetini tep çıktık. Onundan başka siz matematikten nurgulagan başka şu function yani belgen method emli iqtidar boluqni çasınız buldu. Mesela mass, sinus, cosinus deyimiz. Adette bunu şu linear algebrada yani sızılık algebrada işletimiz. Adette sinus'un 90 gradus'un kıymeti 1 buludu. Mesela biz bunu urup çıkıp bakaylı hazır ekranga. S out mass dot A'nınki kıymeti mesela ya 90 dep bakaylı. Ondan programı icra kılaylı. 0,89 iken. Mesela sinus biz 0'ın kıymetini tapımız dep alsak. 0'ın kıymeti 0. Müşahidin sizge demekçi boğunum. Siz matematiklik arqandaq mesele hal qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu berilgan mass degan function shu packaging ichida nurg'unlagan amli ishlatilgan qurollar bor. Undaq bo'lsa, shu birinchi biz ikkinchi masalani hal qildik. Birinchi ikkinchi masalani hal qildik, ya'ni tuvandagi shaklning yuzini tepishni shu misol hal qildik. Ondaq bo'lsa tuvanda men sizga murakkab bo'lgan yana bir matematik masalani qandoq ishni tushuntiray. Ya'ni question 3, uchinchi savol, solve the math problem below. Tuvandagi matematiklik masalani yechib qiymatini topinglar. Ma'ni ko'zi ko'rib turibsiz, bu birinchi darajalik 3 xil özgəc mütəravqan tanımı. Yəni x qoşumuz 2y qiymeti 1. 3x qoşumuz 2y qoşumuz 4z qiymeti 7. Minus 2x qoşumuz y minus 2z equals yəni tam oldu minus 1. Muşu adda bu məsələni toluqsuz o'rta maktabdagi 2-yillikda, yəni linear algebra sızıqlıq matematikada işletimiz. Ondaq bolsa tövəndə mən bu işini qandaq işini sizə tushundirib o'tay. Bunu tushundirishdan avval mən sizə bir Java'nınki mushundaq məsələni yeyish uchun ishlatiladigan bir qural buluqi, yəni lug'at tarkibini ko'rsataman. Ben bunu sizge tushuntirib o'tgandek, Java programmasini o'rganish amaliyotda sizniki shu Java'dagi sizga berilgan lug'at tarkibini, ya'ni bergan qurollarni ishlashdan iborat. Undaq bo'lsa, tuvanda ko'rib shu turbatni ichib ko'rsatib qo'yay. Siz Google betni açıp, bu yoqqa Apache Common Library Math deb izlasınız. Yani şu Apache'ninki matematik en ko'p ishlatilgan til lug'at tarkibi deb izlasınız. Bu yoqda mana Common Math deb chiqdi. Yani the Apache Common Mathematics Library. Mesela şunun içinde siz statistikaga oid qurollarni topa olasiz. Linear algebra, data generation son spirliq, utility, complex number deydi murakkab sonlar, hatto geometrik sonlar shakllar ishlatolasiz. Men tuvanda sizga linear algebrani qandoq ishlatishni ko'rsatib qo'yay. Ya'ni sig'liq algebra. Buning ichida men qolgan murakkab qismini deb o'ltirmayman. Tuvanda men sizga bir misolni ko'rsatay, ya'ni solving linear algebra.
solving linear system. Mesela tuvandaki mavi misalını qarasanız, mavi misalda x, y, z'ten ibaret 3 özgürlüğü miqdarı var. Ondan her bir miqdarınki aldıkı samba bunu biz Uygurca bunu İngilizce coefficient deymiz. Uygurca bunu coefficient deb alımız bu deymen. Odatda mushkil masalalarni Java orqali nihoyatda oson yechib bo'ldi. Tuvan ko'rib turibsiz, nihoyatda 4 qurli kod ketadi. Ya'ni har bir sonli real matrix deymiz. Real matrix degan shu har bir iboralarni matrix orqali ifodalash. Buniki qiymatini masalan 2 3 minus 2 2 3 minus 2 minus 1 7 6 4 minus 3 minus 5 buni ifodalab bo'lgandan keyin ondan ikkinchi qurg'a buni qiymatini real vector onda buningga masalan qiymati 1 2 3 mushroq ifodalaymiz. Onda ma solvning o'zi shuni hal qilmaymiz degan gap. Undaq bo'lsa tuvanman shu ko'rsatib qo'yay. Oldindan buni ishlatish uchun men burun sizga o'tgan Maven'ni qachlashning asosiy maqsadi biz Java'niki JDK'de bo'lmagan ba'zi qurollarni ishlatganda shuni qachlaymiz. Shuna Google bitni ochib, bu yerga Apache Common Mass Maven deb bossangiz, ya'ni shu Apache Common Mass matematika bo'lganiki Maven o'linishi. Mana bossangiz, mana birinchi qurda Maven repository deb chiqadi. Apache Common Mass 3. Mana bassangiz, basqandan keyin mana ko'rib turibsiz. Biz faqat mushu qismini mishalki dependency degan biz matematik masalalarni hal qilganda mushu lug'at tarkibiga ehtiyojimiz bor degan gap. Biz mana ko'chirib, o'ng tarafni chekib copy qildik. Copy qilgandan keyin ondan programmangizniki mana bu pam.xml ga eklib, siznikida balkim quruq bo'lishi mumkin. Quruq bo'lsa, buni qanday qilasiz deganda, mana bu version deganninki ostida sizning quruq bo'lishi mumkin. Bu yoq oldi bilan dependencies deb yozasiz. Yozgandan keyin, ondan bu yoqqa mana bu Ctrl V ni bosib, abaqini bu yerga ko'chirsangiz bo'ldi. Ko'chirgandan keyin hozir ko'rib turibsiz. Bu sistema avtomatik holda mana til bo'lib tushdi. Buni shu nerdan bilasiz? Mana yoqdagi external libraries deganni ossangiz, mana hozir biz ko'rib turibmiz, bu yoqqa org.apache commons mass mana qismi chiqdi. Undaq bo'lsa tuvanda biz mushu lug'at tarkibini ishlatib, ya'ni til qurolini ishlatib, matematikalik mana masalani hal qilib boqaylik. Mushu masaladagi x ning y ning z ning qiymatini topib boqaylik. Undaq bo'lsa tuvanda kodiga diqqat qiling. Men bu yoqqa bir klassni birini quray. Mana new class. Buni men mass problem deb yozay. Undaq bo'lsa tuvanda biz bu ishlaydigan 3 misolni yozaylik. Ya'ni bizniki bu yoqdagi 3 misol qaysi desangiz, mana mashaqdagi shu 3 misol shu. Ya'ni x qo'shimiz 2y tang 1, 3x qo'shimiz 2y qo'shimiz 4c tang 7, minus 2x qo'shimiz y olimiz 2z tang minus 1. Undaq bo'lsa, tuvanda biz asosliq program ijro qilgan qismini qo'shaylik, ya'ni psvm public static void main method buni qo'shdik. Qo'shgandan keyin oldi bilan biz bu yoqqa lug'at tarkibini kirgizaylik. Buniki tarkibi biz import. Esingizda bo'lsin, agar sizniki Java'da, ya'ni sistemaga Java'ni qachlaganda shu Java'da yo'q bo'lgan lug'at tarkibini siz
işletmekçi bolsanız, oldidan Maven'ga, ya'ni pom.xml'ga qatqandan keyin, buni import orqali mushu sesma aytasiz. Ya'ni import org.apache comments andın bu yoqdan mass3 andın linear. Linear bu yoqdan star, ya'ni hemen işletmeni qilayli. Unda qolsa tövende yazayli. Oldidan biz her bir şu x, y, y'ninki koefficient'larını biz bakaylı. Yani real matrix bununla coefficients equals new array 2D row real matrix machine işletimiz. Yani iki ölçemlik sanlık sistemisi. Andın bununla biz new bunun astım kısmını eklersiniz mi buludu? Meyaka new double mani alımız yapılgandan keyin bununki kıymeti qandaq buludu desiniz. Her birisininki kıymetini yazasiz. Mesela birincisininki kıymeti 1, x'ninki kıymeti 1, y'nin 2. Birinci kurda z yok, şununla 0'ni verdik. Ondan ikinci tanımınınki koefficiensi 3, 2, bununla 4'ni verdik. Üçüncü tanımınınki koefficiensi minus 2, 1, minus 2'ni verdik. Şununla bu koefficientini yazıp olduk. Endi undaq bolsa, biz tövende bununki bu turalıq muhtayını yazaylı. Bunu qandaq yazımız desiniz. Bununla biz real vector bununla constant, yani turalıq qimmat bunun tən oldu new, mesela bununla ul bununla new array real vector yazıp bununla new double bununki kıymeti 1, 7, minus 1 andın ma kısmıga false, yani bu yazımız bu biz vektorni bekittik. Bununla qarab Java'ni taskin deb o'ylamang. Men faqat mushu dars orqali Java orqali nurg'ulg'an murakkab masalalarni hal qilishga bo'lganligini tushuntirib qo'ydim. Lekin bundan keyingi darsimizda siz Java'ni paydinpay o'rganasiz. Ya'ni oddiylikdan murakkabga qarab o'rganasiz. Bugungi mushu misolni faqat Java'da mushundaq murakkab ishlarni qilib bo'ladi ekan degan bir uqumni sizga tushuntirib qo'yay deb mushu misolni ko'rsatib qo'yapman. Undaq bo'lsa tuvanda hozir biz mushuni qiymatini topayli. Endi bizniki yozig'imiz decomposition solver. Ya'ni solveringizga masnal qo'sh degan gap. Solver masnal qilaman tang bo'ldi new ul decomposition. Ya'ni matematikadagi linear shu qismini decomposition. Bununla yani coefficients'ni men hiç çıkarmaydigan gap. And then bununki get solver. Yani şu coefficient'niki kıymetini topmaydigan gap. Undaq bo'lsa biz endi qanday qilamiz deganda bizning topadigan qiymatimiz masalan real vector solution. Yani kıymet deyimiz. Bunu result yapasınız buludu. Mesela result kıymeti tam oldu. Solver dot bunun solve constants. Endi biz birinci kıymetini tapakaylı. Mesela s out bu yaga mesela x tam oldu. Koşumuz result dot get entry 0. Çünkü x'nin oranı birinci oranda. Şu 0. orandaki kıymetini alayım. Andın o'xshash usul bo'yicha mayaqdan biz mana ikincisi
Y'ninki qiymati birinchi o'rinda. Chunki Java programmasida indeks 0 dan boshlanadi. 0, 1 ikkinchi o'rinda. Endi biz bu qiymatni nimaga oldik? Z'ninki qiymati bu ikkinchi o'rinda. Endi mushni hozir ijro qilib boqaylik. Math problem. Mana run math problem deb ijro qilay. Mana hozir ko'rib turibsiz, qiymat nihoyatda oson chiqdi. Masalan, x ning qiymati -1. Hozircha mana bu chekdan keyingi qiymatni buni ko'maytirli. -1, 1, 2 ekan. Onu qo'yib boqaylik. Masalan, x -1 bo'lganda -1 ni 1, -1 moyoq o'tsa +1 bo'ladi. Shundan 1 qo'shilgan 1 2 bo'ladi. Y qiymati 1, shundan 2 tang 2, demak ma tanglik 2 bo'ldi. Ikkinchisiga mau -1 bilan 3 bo'lsa ma -3, mau -3. Mau 2 ninki qiymati 1, -3, mau 2 ninki qiymati bo'lsa bu -1. Z ning qiymati 2, 4 ni 2 ko'paytsak 8, 8 ni 1 ni olsak 7. Mau tang 2 bo'ldi. Üçüncüsüge mesela x'nin kıymeti -1. -1'ge -2'ni köpeytsek +2. Y'nin kıymeti 2. 1. +3. Z'ninki kıymeti 2. Şu an -2 ile -4. -4'ge 3'ni koysak -1. Ma'mı tam oldu. Demek muşunu görüp turupsiz, nayeti murakkep bo'lgan bir matematikalik meseleni biz 4 qur şu Java kod orqali yechib chiqdik. Shunlashqa siz matematikalik har qanday masalalarni Java programmasi orqali yechib chiqa olasiz. Şu 6-cı dərsdə deb o'tgandek, masalan, shakllarning yuzini topa olasiz. Matematik masalalarni yechib chiqa olasiz. Şunlaşqa Java'ni o'rganish har qanday programmani o'rganishning asosi. Java'ni o'rganish uchun siz Java'dagi ko'p ishlatilgan qurollarni yodlashingizning zarurati yo'q. Faqat ko'p ishlatilgan shu til bo'liqida sizga berilgan shu qurollarni qanday ishlatishni bilsangiz bo'ldi. Bugungi bu darsimizniki mazmuni mush yerda tugadi. Ma darsniki emli kodini, yani bunu nereden ko'raman desiniz, ben sizga ko'rsatib qo'yay. Har qatimliq kodini yozib bo'lgandan keyin men shu kodni GitHub'ninki github.com degan torbatning Uyg'ur School degan torbatni ochsangiz, Mushning ichida bu Basic Java Course Concept degani bu nazariyasi, lekin Java Basics deganni ochsangiz, buning emli kodi bor. Java Basicsni oching, ochgandan keyin bu source main Java com Uyghur book learn Java. Mushninglarni qarasangiz ikkisi o'xshash. Masalan, bu yerni ko'rsatib qo'yay men. Mana qarasangiz hozir mana dal mana mau source src source main java com uygurbook.learn java. Andan bugün bunu açgandan keyin bugungi kodning o'zi mana math problem. Mana olsangiz bugungi kodni ko'ra olasiz. Buni h bilan ishlasangiz bo'ladi. Bu shakilda copy qilsiz, copy paste. Andan masalan alkisi shape problem. Bunu mu copy paste qilsangiz bo'ldi. Mana shu kodning o'zi shu. Andan alqi pam fayldagi abaq o'tgan til bloqini, masalan pam.xml dedik. Mushni ochib siz mushaqilla bu dependency mushni ko'chirsangiz yoki butun kodni ko'chirib ishlatsangiz bo'ldi. Shunday qilib bugungi darsda men Java'niki matematikadagi amli qo'llanishni sizga deb o'tdim. Keyingi qadamliq Java darsida ko'rishaylik.